Yana bir orzusiga erishgan go'zal ayolimizni quvonchli kunlarda biz oldilarida bo'ldik. Bilasizmi, qo'limizga telefonimizga bitta qarasak, bizning internet magazinda Namanganda Murodilay ofisi internet magazinida ko'rindi. Sirrazi chaqqon liderimiz ochilish marosimiga tayyorgarlik ko'rishni boshlab yubordi. Biz Namangandaligimizdan foydalangan holatda tezlik bilan tashkillashtirilgan ideal darajadagi ofis ochilish marosimi boshlandi. Biz tadbirlarni o'tkazdik. Ofis ochilishiga yetib keldik va bismillohlarni aytib, duolarni olib, ofisimiz ochilishi uchun birgalikda yaxshi niyatlar bilan, orzu-havas bilan ofisimizni ochilishini boshlab yubordik. Ura, biz uddaladik. Keyingi ofis ochishni xohlagan qizimiz uchun estafetani ularga topshirdik. Hamma xursand, hammani ko'zida quvonch. Biz yana maqsadimizdan biriga erishdik. Hammadan ham Murodilay va Nargiza xursand, uni oila a'zolari, onalari, ustozlari, hamma xursand. Ofisning ko'rinishiga esa o'zingiz baho berishingiz mumkin, ideal darajada. Juda ham xursandman. Qizlarimizni ko'zidagi quvonchdan, o'zi bilan qilgan ishi bilan faxrlanishidan juda ham xursandman. Nargizani aytmaysizmi? U boshqacha xursand. Bolalariga qarashga ham ulguradi, ofisiga ham, qaynonasiga ham, bizlarga ham. Shunaqangi chaqqon liderimiz bizda bor ekanligidan juda ham xursandmiz. Kelgusi ishlarida Murodilay va Nargizaga muvaffaqiyat tilaymiz. Yaxshi niyatlar bilan ochilgan ofislarga Alloh baraka bersin. Ko'pgina shogirdlari direktor bo'lsin va ustozlarini har doim yutuqlari bilan xursand qilib yursinlar degan yaxshi niyatlari bilan Nargizani ishlariga omad tilab biz orqaga qaytdik. Ko'rishguncha go'zallarim.